Çinaqaçıları demlengen kızık bir piyal çayını içkeç, unutulmaz əslimimizge jör buluşunu unutup qalmang. Elbette biz her san programlarımızda töhfekar ustalarımızdan, sanatkarlarımızdan, oturgaç yaş sanatçılarımızdaki hayat musabaqasidagi acayip güzel əslimlerini, ma'nilik o'tgan chaqlarni sizlarga sunib keldik. Undaqda bugungi aziz mehmonimiz zodi kimdir? Oldi bilan biz ekran orqali tanishib chiqaylik. Bir o'tdak sanatkor, shundaqla mas'uliyatchan mamlakatlik siyosiy kengashning a'zosi, xalq sadosini markazga yetkazguchi. U hozirgacha Anarxon, Paxtikor qizlar qatorliq 10 necha kino televiziya teatrlarida rol olgan. Ham bu filmlarga ijroiya rejissor, muavin rejissor bo'lgan. U hozirgacha nurg'un drama epizodlarni o'ynagan. Muzikalik teatrlarning asosliq naqshlarini aytgan. Muhimi, nurg'un moda naqshlarni aytib, sanatkor naqshchi bo'lib tanilgan. U bizga tirishchanligi bilan nurg'un go'zal aslimlarni qoldirgan. Undaqda Tojik xalqining o't yurak o'g'loni bo'lgan bu suyumli sanatkorimiz bugun bizga qandoq unutilmas aslimlarni so'zlab beradi. Bundaq bolsa hamımız qızğan alqışlarımız bilan Şinjan Opera Ömükining davlatlik birinchi darajalik artisti yüksek shijoatni qizg'in chavaklarimiz bilan sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Seylige baratto sayram kölige Vilspitni minetto kızlar kaynide Garmun gitar tenkeştur Muğluk köylege Halli güzel eslime İsil dilekler Unutulmaz əslime. Hoş amedi. Xush vaqtman. To'g'ri bo'ldimi? Ha, ikkimiz bizning o'rpatimiz bo'yicha ko'rishli. Qanday? Ya'ni 1, 2, 3. Voy. 3 qatim suyishimiz gap. Ha. Biz intayin hurmatlagan, izzatlagan do'stlarimiz bilan, urug' tuqqanlarimiz bilan ko'rishganda 3 qatim suyishimiz. Qo'lning kemish ustiga suyishimiz. Ha, demak meni ajoyib hurmat qilasiz ustoz. İzzatlayman. Ay, rahmat sizga. Qana? Mijur Charjo. Charge. Xeyli bir yuksakdan bilan aralashsamiz qilib tojik dedimmi? Xabarim xeyli eshib qoldiga o'xshaydi. To'g'ri. Unda men bosh to'pimni iltay pishib qolmay berdi. Bo'ldi. Oldi bilan biz suhbatimizdan boshlashdan avval sizning bugungi shu unutulmas aslim suhbatingizga daxil bo'lish uchun kelgan hamda bizning unutulmas aslim programmamizda qo'llagan shirkatlarni alayli bir tilga boshqa yana bizning Luqman Hakim aslim uyimizda aziz mehmonga jo'r bo'lib o'tirayotgan Şinjan Bektur Sodichilik shirkatining qurg'uvchisi Shahzoda Bakri Bektur xonimga qadam tashrif qildi. Qarshi olamiz, xush kelibsiz. Unutulmaz əslime. Muşu sizni ko'rgan aman menda birinchi bo'lib kelgan to'yg'u inkas nemo degan vaqtida ayni vaqtlardagi sizning mushu bidir uzun sochlaringiz mushu sahnalardagi bo'lib 90-yillardagi ajoyib go'zal sho'x kuylaringiz ko'z oldimda shu vaqtlarda sizning naqshlaringizni biz do'rab aytib qo'ydik. Bibi sanam jon degan bir naqshlaringiz bor deb shu go'zal chog'larni bir asab etaylikmi? Bo'ldi. 1987-yili Şinjan Sanat Şöyen'deki tiyatro fakültesi o'qishga kelgan. 91-yili opera o'mbigiga taqsim qilindim. Opera o'mbigiga taqsim qilingandan keyin o'sha yerda hozirga ishlab kelyapman. Chaç haqida gap qilib qoldim. U chog'dagi chash qo'yish ham demiş shu davrning sharoiti. Shu vaqtda modati. Shu vaqtlardagi bek aslimlik bir kuylar yilg'ichi bizning yodimizda.
To'g'ri, to'g'ri. Ko'p qaysi naqshlarni aytdingiz. Anlasam sizni bir qitim sahnaga chiqsa ish qilib 10 necha naqshini yo'q deb aytib faqat charchamaydi deb anglaymiz. To'g'ri, to'g'ri. U chog'larda shundati. Buni asosiy sababchisi xalq yaxshi ko'rgachga, xalq chavak chaqachqa shu meni sanda tushamagan. Ashta bir aslimam bor. To'g'ri. Bu shu vaqtlarimizda. 94-yil. Bu shu vaqtda biz o'yan qo'yib noyim bordik. Shu vaqtning o'zida mening opera maktabi ustozim G'ayrat Umar. To'g'ri. Mening birdan-bir ustozim shu G'ayrat Umar. Meni idora qabul qilgan shu. Shu G'ayrat kam davomli deydigan. G'ayrat kam meni ko'ribdi ekan, shu to'y to'kinlarda naqsh etganimni, endi kim ba'zi faoliyatlarda naqsh etganimni ko'ribdi ekan. Sen cho'qim tayyorlik qilib qo'y naqshiga. Bu chog'da dangliq naqshchilar bor, cho'ng ustozlarimiz bor. 90ga tushgan kunimiz shu kuni bizning bir cho'ng ustozimiz og'rib qoldi. Qanday qilamiz deb o'tlasam, shu G'ayrat kam menga yuksak sen bugun sahnaga chiqsan dedi menga 5 minut burun. Voy mening tayyorligim yo'q desam, chiqsangmi chiqsa, chiqmasangmi chiqsa deb meni ishtirib chiqarib o'tdi sahnaga. Shu bir chiqqan petim 8 naqshni aytib yetibman qara. Nima yana buning sababchisi yana xalq. Shu xalq chavak chamasa men bu bir naqshni aytib, ikki naqshni aytib chiqib ketaman. To'g'ri. Shu vaqtda shu xalq bak chavakchilib meni hatto 8 naqshni aytib chiqib ketgandan keyin yana chavakchilib meni yana chiqsin deb vaqirab ketdi pastda. Yulduras alqış yağırdı. Bunlar G'ayrat kam yana chiqqanda G'ayrat kam naqsham tugab ketdi dedim ben. 8 naqshni aytib qo'ygan vaqtimda. 8 naqsham bor. 8 naqsham tugab ketdi sen boshidagi naqshni aytib dedi G'ayrat kam. Endi kirib yana aytsam, yana shuni chavak chaldi. U chog'da men bu yosh vaqtim bo'lg'achqa u chog'da 94-yil 24 yosh vaqtimiz, 23 yosh. O't vaqtimiz. O't. Shash. Shu vaqtdan boshlab men andikin tuvanga men naqsh chop ketdim shuningga. Mana G'ayrat kamdan keyin meni da'vat qilish bilan naqsh chop ketdim. Asli men etot o'ynaydim shu o'yinda. Etotla o'ynaydim. Xo'rak deb bir etotimiz bordi. Turg'un kam bilan o'ynagandim. Hozirgi operaning boshlig'i Turg'un kam bilan o'ynagan. U Turg'un kam shu shopir bo'lib Kichkilimiz shopirchimi da o'tangni yo'lda bir yotoq kirib qolamiz. Bir yotoq kirib qilib andikin ko'rarmanlar ko'rsa Turg'un kam cho'ng emasmi? Bo'yim egiz, o'zimiz simiz bo'lganki buni xo'rak tatib deb o'ylasam, men ayada xo'rakning cho'ngini tatib, anda bo'lgan bir qisqarlik boshda bir etot, shu etotni o'ynaydim men. Naqsh etmaydim men. Demek endi yükseklashib kichigingizdan boshlab shu san'atga qiziqardingiz. Mening shu cho'ng bo'lgan yurtim Pamir egizligi tojik xalqininki mo'l adabiyot san'ati, mashrablari, al-nag'malari menga ta'sir qilgan. Men shu sharoit cho'ng bo'lgan. Bu vaqtimda bunda bir qiziqarli hikoyalar bor. Men shu to'y to'kinlarga, mashrablarga borsam, shu yerga berib shuliqni men neychi bizning ney. Burkut ney deb ataymiz buni. Burkutning ikki qantidan buni ajratib, ikki qantidan cho'mada, ikki qantidan mayani ajratib burkutni, ustxonni. Bu ustxonni andikin bu ustamlar yasaydi buni. Qirib uning naqshi uyib, uning nurg'un ish ketadi. Shuni qildigan burkutnay deymiz. Shu burkutnayni chaladi, andikin dapni chaladi. Andikin muzikalar ravabba, ravabba. Bizning tojiklarda nurg'un muzikalar bor. Shundan chilib usulga tushib ketdi. Ben şu vaqtda ular chap bo'lgandek neyni tutib silab ketdim, neyni. Qachon men bu mushlar chaldigan bo'lib ketma, chaldigan bo'laman dedi. Daplarni unda tirishib qo'ydim. Shu vaqtda bir cho'ng bir yoshdagi bir akamiz vardı, baş naqsh aytib degan shunga men berib gelini silab ketgandim yani. Qanday chiqarsa bu ovozni. Desam, senmi cho'ng bo'lganda chuqum naqshchi bo'lsa degandi. Naqshchi bo'ldingiz. Neychin bo'lardingizmi? Neychi bo'laman. Uni men hozirmi chalolmayman. U bek ta'sir. Şu güzel, hemimiz berişini qalaydigan Taşqurg'onda cho'ng bo'ldingiz. Albatta bizning hozir shu Taşqurg'ondagi ajoyib güzel bir o'rip odatlar bor, shularni bilgimiz kelyapti. Endi shu o'g'loq tortishga kelgan vaqtimizda hemimiz bilmasizlarki, shu tojik xalqi qo'taz usti talışamda bu. Bu qo'taz o'g'liq to'g'risida gap bo'lib qoldi hamda buni tushundirsam, dunyoda hech qanday millat bizdan boshqa millat qo'taz ustida o'g'loq tortmaydi. Bizdan bor. Bu qo'tazni minish bek tasdigina buni boshqarishim bek tas. Onu minib bir 10 necha metr mangalasan shuning o'zi eng cho'ng ish. Lekin bular suratda ko'ringandek mushlar shu qo'taz ustida o'g'loq tortadi. Bu bir botirlikning simvoli. Masalan to'y to'kinlar 3 kun bo'ldi bizning yerda.
Toshqo'rg'onda bir to'y bo'lib qolsa bizni bir taklif qilaysizmi? Qoladimi? Bo'ldi. Program guruhisidan hammamiz bir berib shu to'ylarga bir qatnashib, ha? Mana bugun kiyib olgan mush kiyimingizmi? Tojik xalqining bir murosim kiyimidandir. Murosim kiyimi deymiz. Buni mau asli mau naqshlarni shu qo'lda tikibdi shu hozir ma zavodlar taraqqi qilib turganda zavodlarda chiroyli yorishgan. Lekin buni qiz yigitlarningki to'y tukunda kiydigani buningdan chiroyli. Ammo bizlar mau sal 40 dan oshganlar 50 ga yaqinlab qolgan 50 dan oshganlarga kiydigan nusxasi mau. Qizlarning kelib asidigan jabduqlarim bek ko'p. Ha, ig'irmi u? Ig'ir. Ishqilib men ko'rdim bek ig'ir. odatlarni ishqilib mush. Chachqi buni to'qiytichi masalan shunaqa sadab deymizmi, sadab. Kumush narsalarni sochning yuziga to'qiydi. Hozir jahon taraqqi qilib hamda uning unda bir raxti bir narsa tikib mana beshiq kiyib olgan bo'ldi. Bu qarasoqlar ko'rinib turdi, sizning bir baxtli oilangiz. Ayolim 21 boshlang'ichdan pensiyaga chiqdi. Qizim Zilola. Qarang, qamlashgan siz vaqtingizmi yoki 17 yosh vaqtim. Bu yoq mening cho'ng dadam Imoratshah Baygun degan kishi bo'ldi. Bu bizning tojiklarning orasida birinchi qitimliq shu tunji partiya a'zosi 52-yil partiyaga kirgan. Bu cho'ng dadam shu Chavshan urushiga qatnashgan ko'ni askar. Unutulmaz əslime. Demek bu şu at bürküt sizlar bek cho'ng bildi ekansiz tojiklar. Bürküt usulü mü var şundaq bu? To'g'ri. Ma bürküt usulü ma bunun ismi yüksek ma balaning ismi. Ha. Bunun ismi yüksek saq degan bala bu. Voy, mening o'g'lim ekan. Bürkütning taqib bürkütga o'xshaydi ekan. Bürküt o'zim bürkütga o'xshaydi. Har qanday so'rinda al-nag'ma mashrablarda bürküt usuldan ayrılmaymiz biz. Bürküt usulida cho'qim o'ynaymiz o'sha. Söhbətimizni yana qizg'in davomlashtirgan bo'lsak yuksakka. Mening bilgim kelyapti, siz o'z navbatida yana nihoyat yaxshi bir aktyor, kinolar rolga olib chiqdingiz shundaqmi? To'g'ri. Anarxon, Paxtakor qizlar, Mamatdan 2008-yillari qatorliq nodir filmlarda rol olib chiqdingiz. Ham mush filmlar qatoridagi sizga eng ta'sir qilgan obrazlar haqida bir to'xtalamdi. Buningda Anarxonning filmida men Murodilbekni rolini oldim. Shu Murodilbek degan mush do'lonliqlarningki hozirgi kent boshlig'idek boshliq ekan u. Murodilbek degan. Bu rolni elish uchun men Turpanda 2 oy turdim. Bizdan yurib turqapsiz-ku. Turpalar turgan be. Shu yerda 2 oy turib, men bu ko'rinishni Lopnurda oldi. Menga eng ta'sir qilgan yeri bu roldan keyin shu bu boshliqi Xalq ozodlik armiyasi ishonmaydi-ku bular. Bu Iliq Murodilbek. Keyin Xalq ozodlik armiyasining intayin yaxshiligini bilib, ishinib bular bilan do'st bo'ldik. Qurbonmi shu vaqtda shu Xalq ozodlik armiyasi jangchisi bo'lgandan keyin bu mo intayinlik Xalq ozodlik armiyasininki yaxshi ekanligini, bizni ozod qilganligini, bizga nihoyat baxtiyor turmush olib kelganligini bilib, shu vaqtga shu ishlar menga bir ta'sir qilgan bu. Bilasiz, do'lonliqlar bek botir, emgakchan xalq. Bularning beshi bo'lmoq uchun bir ig'ir mas'uliyat bo'lib qoldi-ku endi. Mening bo'yamni bek egiz emas uni o'zi bilsa. Shunga Murodilbekka o'xshayman deb shu yo'g'on kiyimni kiyib, yo'g'on tumoqni kiyib ashta qilib olgan bir. Shuninglar xeli yo'g'on chiqdimi? Yo'g'on chiqdi. Ekranga qarasam xeli yo'g'on chiqdi. Bu shu 21 savodashdan qatardagi savodashlar. 17 yosh vaqtimiz ostidagi Yolqin Qurbon ava. Hamma Abdukerim Abduzakam o'xshaydi. Abdukerim Abduz, Saudjon Xilal, endiki Abdukim Qozi. Ustidagi men. O'dirchasiz. Mush vaqtlarda anglsak sizlar mush savodashlar, eng talantli, iqtidorliklar bir yig'ilgan sinibkansizlar. O'z navbatida sizlarni bir muzikator qurib ekansizlar, yuksakka. Shu vaqtlardagi ismlarni bir eslab baqamsiz. U vaqtda muzikatorimiz bor edi, to'y to'kinlar ko'p bordi. Biz shanba kunlarda qaysi naqshlarni ko'proq aytadilar mo'divatdan shu vaqtlardagi. Ana degan naqshni aytdim men. Mana anglagan ana degan naqshni. Lekin BBC-lar degan naqshni aytdim, muhabbat naqshlarni ko'proq aytdim. Muhabbat izlab yurgan vaqtlar bo'lgandan keyin. To'g'ri. Demak, u ana degan naqshini biz hammamiz shunchalik yaxshi ko'ramiz. Mumkin bo'lsa shu naq maydonda shu ana nomli naqshining ozroq bir misrasini 5 yil oldu men ovoz mashq qilmadim. Shunda o'sima endi aytib baqay. Bo'ldi. Olmagandek dunyodan rozi, tug'ilibla ajab yig'lagan, ko'zlarimdan hech bir to'xtamay, marjon bo'lib to'kilgan yoshlar.
Yüksekten burunquga faqat o'xshamay qoladi-chu. Hammamiz balki his qilgan bo'lishimiz mumkin. Mijoz xarakterlarda azroq ig'irlik bor. Bunun sababi men 2007-yilda qattiq bir og'rib qoldim-chi, ICU'ga kirib qoldim. ICU'da 15 kun xudimni uxmay yotdim. Shundan keyin menga 400 gram qon berdi. Yuvashli bir odamdan yuvashroq, muloyimroq odamdan qanday berdimi? Endi keyin ma'vo bu chaqchaq gaplar ham yosh cho'ngaygan sir odam sal yovishib qoldi ekan. Bundan keyingi sahna hayotingizda azroq yuvashlik bilan burunqi oltinni aralashtirib xizmat qilasiz, juma. Bo'ldi. Rahmat. Andan keyin yuksakka siz bir mezgil bekli yo'qolib ketdingiz. Men 2018-yili Abdunum rayonlik partikomninki 3 yil xizmati to'g'risidagi chaqiriq ovoz qo'shib, Abdunum rayonlik madaniyat va sayohat nazoratining o'rlashtirishi bilan mush Aqsu viloyati Avat noyisi Yevriq bozori Suyaydi kenti degan Taklamakandan bo'yidagi bir kichik kentga xizmatga tushdim. Bu yerda umumiy ishlagan vaqtim 5 yil. 2018-yilda mamlakatlik siyosiy kengashining a'zosi bo'lib saylandim. Bu cho'ng sharaf. To'g'ri. Shunda yenib kelay desam, men dehqon qarindoshimiz qattiq qo'yapman dedi. Men dedim, mening Urumchida balam bor, kalam bor, idoram bor. Men qaytmasam bo'lmaydi. Mendimi munavvar kadrlar kelishi mumkin. Mendimi yaxshi kadrlar keldi. Men ketib olay desam, 3 yildan keyin qo'yapman, men yana 1 yil o'zim talab qilib qoldim. Shu dehqonlarga chidamay. Marisim shu mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Yang. Bizningki davlat rahbarimiz bizlarni qabul qilgan. Demak bizniki shu xalqning qalbidagi arzu armonlarni markazga yetkazguvchi muddatiy vaqtida. Unda bo'lsa siz asosiy shu siyosiy kengash yig'iniga qanday bir takliflarni sunasiz? Men asosiy takliflarim shu yurtningki taraqqiyoti, tojiklarning turmushi, mushaga beradigan davlatning tur mablag'lari haqida takliflar beraman. Hozir biz shu ekranda ko'ryapmiz. Shu sizniki siyosiy kengash yig'iniga qatnashgan vaqtda a'zolar koridori deb bir sahifa bor. Mamlakatlik siyosiy ishchi yig'inda. Har yili bor. Buningga Dilnar Abdulla chiqdi. Andan keyin bizning Qutubiyda bir siyosiy kengashning muavin raisi bor, Wangje degan bir qo'yzo yo'ldosh. Shu chiqdi. Hozir ashlar savollarga javob berayotgan vaqtim. Bu chaqda men shu bularning savoli shu madaniyat orqali qanday qilib bir namrat oilani namratlikdan qutuldi degan haqida so'zlar dedi. Men o'zim san'atkor bo'lgandan keyin ma'naviy jihat yo'lash kerak bu dehqonlarni. Ma'naviy jihatdagi shu san'at orqali bularning xushalligini, endi keyin ma'naviy jihatda bularga huzur berishimiz, zo'q berishimiz kerak. Shuning bilan men bu 20 kishilik san'at atrofida qurgandim. Qarasam bir bola uchrab qoldi-ku kentning ichida. Olimjon ismi. Bizakchi ekan bu. Sen bu san'at atrofida qatnashamsa desam, bu yuksak ma'lum, men bir yog'och tursam, men bir jongshush tursam, men qanday san'at atrofida qatnashaman deb sinab boqmamsa dedim. Bu kirib bilan haliqi muzikani qo'yib qo'ydik, qarasam xilib tutqonlar kelishib qoldi buni. Andan keyin bularni shu orliqda bizning madaniyat san'at kadrlar maktabiga, bizning madaniyat san'at maktabiga 2 oylik qiliqda har yili 2 oydan bularni shu nimaga evatimiz. Kursga. Kelgandan keyin bu bal o'zgarib qopti. Qarasam kiyinishlarim boshqacha, muomalalarım boshqacha. 2 oy vaqtda ayolim menga uchrab, o'yildi shu kentda. Voy yuksak ma'lum, bizning bu olimjon boshqacha bir odam bo'lib qopti dedi. Nima bo'ldi desam, burun uyda piyolni oyoq oldigan bola emasdi dedi. Yo'ldishim boshlatdi. Hozir kelib meni bolanimi yasidin ekanmaydi ekan bu burun. Hozir at deganda qo'pab shu men tomoq qarishib beraymi? Men tomoq etib beraymi deb ayoliga. Voy. Ashta o'zgarib qopti. Bu men so'zlagandim dedim. Mana bu madaniyatning kuchi dedim. Bunga qo'ydi liliya dedim. Balkim bizning bugungi programmamizda yuksak shijoat to'g'riliq biz go'zal aslimlarga jo'r bo'lamiz degandan keyin Abdunum rayonimizning har qaysi joylaridagi sizning havaskorlaringiz bo'lsin, kasbdoshlaringiz bo'lsin, qurdoshlarınız bo'lsin, hammasining tabrik so'zlarini hamda yuragidan chiqarib yozgan xatlarni topshirib oldik. Mush xatlar qatorida bir parcha xat bizning diqqatimizni qo'zg'adi. Shu munosabat bilan bizniki Guluz aslim xat sandig'imizga kelgan mush xatni o'qib baqsam. Bo'ldi. Siz bir tep baqsangiz aka. Bo'ldi. Salam yuksak. Yaxshi turyotamsiz? Men Avat noyi Yeng'eriq bozori Suyaydi kentidagi bir oddiy dehqon. Men ilgari sizni televizor ekranlarda, sahnalarda ko'p ko'rgan. Naqshlaringizni anglagan. Men sizni o'z kentimizda ko'raman deb faqat o'ylamabdiman. Sizni 2018-yili tunji uchratganimda bak hayajonlandim. Siz menga tashabbuskorlik bilan gap qilgan chig'ingizda nima deyishimni bilmay qoldim. Men bir oddiy kent kadri. Siz kentimizga kelib,
dehqonlar san'at atirtini qurib berdingiz. Menmo dehqonlar san'at atirtini tashkillashga qatnashdim. Kentimizden nurg'un dehqonlar Urumchiga kelib maxsus tarbiyalandi. Siz bizni ilg'or madaniyat orqali o'zgartdingiz. Hozir bizning kentimizning ahvoli shundoq yaxshi. Siz bahli mas'uliyatchan ekansiz. Kibr tamannadan xoli mijozingiz kentimizdagi dehqonlarda unutilmas aslimlarni qoldirdi. Bugun men sizga rahmatimni, muhimi kentimizdagi dehqonlarning salimini ilib Urumchiga keldim. Men faqat oddiy, ammo chin bo'lgan ko'p rahmat degan cho'nqur mehr muhabbatlik salimimni ep keldim deb esibdi. Rahmat. Olsa bu kishini men bevosita chaqirayman. Bugun biz mush naq maydonga keldik. Rasmi? Ha? Buldunda olsa qizg'inchiliklarimiz bilan Avat nahiya Yeng'eriq bozori Suyaydi kentidan Yasin Abdushukur aka qizg'inchiliklarimiz bilan sahnimizga taklif etimiz. Marhamat. Unutulmaz aslime. Hoş geldiniz. Programımızda sizni görüp şunçalik hayacanlandık. Şu tapda şu Suyaydi kentideki barlıq dehqonlarning yürek sözünü sizden ağzınızdan anlığımız var. Ben Aksu vilayet Avat nahiyesi Yeng'eriq bozori Suyaydi kentideki barlıq dehqonlar nomidan şu salımını ep geldim. Rahmat. Aynı vaqtda şu dehqonlar san'at atirtini qurganda dehqonlar orasida qandayroq inkoslar bo'ldi? Aynı vaqtlarda xizmat gruppasi berishdan burun noyimizniki san'at o'makleri basam oyda, yilda bir qatim opirib shu kentlar qo'yib turibdi. Ammo xizmat gruppasi bo'lgandan keyin diploma yuksak ma'lum bo'lgandan keyin dastlabda dehqonlarga shu kashlik kursi uyushtirdi. Onundan sırt kentimizki yaşlarını şu köplep Urumchiga şu medeniyet mektubu ekilip usul bir naqs keşiflerde ögütüp olarını kentimizge apırıp hazırımı bir 30'daki balı var. Her qandaq faaliyet bolsa başka artistlar o'xshash qilishmaga asosda bizga medeniyet faaliyetlerden uyum qo'yib turdi. Rahmat. Medeniyet bo'lgan özünün çin köğündeki faaliyetleri küçüğü bazı şu medeniyetke asas cihetin yüzünün bol demdi. Demek Suyaydi kentideki dehqonlarimizning hozirgi kuni ajoyib xo'shal, xotirjam, baxtli o'tib desek bo'ldi ekan unda bo'lsa. Hozir baxtli. Menmi shu Suyaydi kentideki dehqonlar vakolatan xizmat gruppasidagi yuksak ma'lum boshchiligidagi barliq ishchi xizmatchilarga chin yuragimdan rahmatimni aytaman. Jafo chekdinglar, armag'aysizlar. Bizning suhbatimizni aytib ko'ngillik davomlashyapti. Albatta yuksak kamniki kasbdoshlari bo'lsin, savodoshlari bo'lsin va yoki yiqinlar bo'lsin, havaskorlar bo'lsin, bugungi naq maydonga keladi. Ammo ma'lum sabablar tufaylidan kelamay qoldi. Unda bo'lsa biz ekran orqali yuksak kamniki kasbdoshlari va savodoshlari, shundaqla ustozlarniki yurak so'zini anglab boqaylik. Marhamat. Salom yuksak, qandaroq ahvoling ukam? Yaxshi turdingmi? Anlasam bugun seni unutulmaz aslimi programmamizda seni sayfan qilgan to'q anglab xush bo'ldim. Sen kasbimni ayt yaxshi. Mening yaxshi xizmatdoshim, inim. Men seni hamma tarafdan yaxshi ko'raman. Sen kasbini ayt qiziqadigan, o'zing tirishchan, ayt esli bola. Bo'lib bu mening dedim kelib qoldi. Bu san'at maktabida seni shu tutagan vaqtingda sizlar bir daram tayyorlab kelsizlar. Men shu vaqtda idoraning rahbarlari bilan berib shu adab tanlaydigan bo'lib qolib, men shu vaqtda qarabman birinchi son ko'zim tushgan. Senin keşirayında hem taraftan seni bir obraz karakterlik bir şirayın bir obraz nimsi var. Şununla ben şu vaxtda seni ilişki bir teşebbüs kılgan. Şununla rehberlikle benim fikrimni koştum. Seni şu vaxtda ömekler kabul kılgan. Sen ömek kelgenine yakın nayt tırıştın, yaxşı işledin, özden nayt yaxşı naqş yok çıktın. Bunun dinkinki kesbanda texnik utuqluk kazanğın. Hem işlerin yaxşı olsun, aile turmuşun baxtlik olsun. Yüksek, çarçımcuz, saf salamet tincamanı, tinçu sokatu. Aldı bilen sağlamış Tacik salam kızım kep kaldı. Hem de yüksek bu sabahtaşımız na Tırışcan.
Onun üstündeki bek estayidil. Estayidil olgandımı acayip estayidil. Onun üstündeki bununki şu hitimi şunçilik çıraylık. Yükseklerimiz okuyan vaktlarımızda mı nait köngüllik okuyan. Yüksek nakş ediyordu. Ben caz güçelemen. Bir günü yataktan ben sırt çıketten çıkıp kirsem bu yalnız yatakta oturuptu. Hemimiz hem de sırt çıketken toksunu olan yatak kirsem Abdülkerim toşumu taşlıp et deydi. Nemeden sen toşumu taşlıp etken dedi hemen akıl. Tep şunu olan ben deresini içip kış mezgildi toşunu talağa taşlıp ettim 4. kavattan peske. Şunu bu terkip gitti. Şunu ben çakçakallıkını bildirdim. Hem de bu şu sabahtaşlarımızın içinde tuncu kıtım nam çıkağını bizim şu yüksek sabahtaşımız. Bu isil sabahtaşımınki yana daim sahnelerine taşlıp etmey, davamlıq aşı burunku cuşkun naqşlarını etip tamaşıblarımızga huzur ata kılışını çin kalbimden ümit kılımen. Ben yüksekçen şicaatxan bilen sanat şöyyende sağdaş bulup şundak güzel eslimeler bilen mektebini bitirdik. Yüksekni tılığı ağınımda yükseknin tarifleşki tegişlik işleri bek köp. Yüksek bek ah köngül, şunçilik samimi, bek mi tirişcan, bek söyümlik savaqdışımız. O hemmimiz bilen yaxşı ötüşünü xalaydı. Hemmimizge oxşaş mehir berdi. Biz 94 yılı muşu Taşqo'rg'onga o'yin qo'yilbadik. Shu vaqtda Taşqo'rg'on yer dengiz yüzünden egiz bo'lg'achqa men u yerda oksigen yetishmayman, aylanib qoldim-da. Shu chaqda yuksakning opisi doktorxonada doktor ekan. Meni bir qutuldirib olgan shundaq bir voqea bor. Şuna men yüksek bir xil ish qilib shundaq minnatdorlik hissiyotim bilan bak hurmatlayman. Ota-onasiga hurmatim cheksiz. Shu munosabatda ularga yana bir qitim rahmat aytaman. Yüksekten bak faxrlanaman. Yüksekkan bilan birga xizmatdosh bo'lib ishlab kelayotgani 20 necha yil bo'ldi. Bu jarayonda biz yosh aktyorlarga Yüksekkamningki bo'lgan tarbiyasi intayin cho'ng bo'lgan. U har qanday ishga noitibak astoydil. Mayli kasb jihatdan bo'lsin, mayli idoradagi boshqa xizmatlarga bo'lsin, uning astoydilligi hammamizga cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Bizning Yüksekkamdan o'rganadigan yerlarimiz yana noitimi bakchiq. Yüksekkamningki tenining salomat, ömrünün uzun bo'lishini, ishlarining o'ngishli bo'lishiga chin dilimdan tilakdoshlik bildiraman. Rahmat sizlarga. Kim kelgandi? Bo'ldimi acha? O'tir aka. To'ynimi qilib olding. Yaxshi bo'pti ukam. Illiq oyligi nima yesin? Shu. Muhabbatning taptidan qishdimi? Illiq o'tiribkansanda? Xotin elib turmush guldidi. Sanshing bilan uyim illadi. Sho'xlanning sanshinsini maqtidi. Al, pokiz yashab muhit asrash. Bo'ldi-ku tal. Şu kesiptaş savaqdaşlarınki hemmisinin tebrik sözlerini anladık. Biz bunundan keyinki sizdeki astoydillikni biz mi öğrensek boladı ekan degan qarorga keldik. Bu astoydillik shu ailemden mana shu. Bayatnidan bu cho'ng dadamdan qolgan. Ha. Cho'ng dadamdan shu ayni vaqt degan gap har qanday ishni qil. Voyaga yetkazib qil, bo'lmasa qilma, aralashma. Jiroq tur degan gap bu. Shunga har qanday ishni qildik-miz, shuni voyaga yetkazib qilishimiz kerak. Shu astoydillik menda shu burun tatib bor. Bo'ladi. Biz bugün sizga bo'lgan tabrik so'zlarimizni voyaga yetkazib qilaylik. Shu tapda bizning korxonchilarimiz o'chira saqlab turdi. Hamda kuni va sizlar uchun qani bugungi shu yuksak shijoatkamniki aslimisini anglagandan keyinki sizlarning his qilganlaringlarni hozir so'zni sanglar bo'ldi. Qani rahmat. Yuksak aka rahmat. Siz bilan yaqindan asralashdik. Demak, siz bilan asralash jihatda sizningki shu birinchi piyodagarligingiz xalq uchun o'zini otib etgan astoydilligingiz degandek bir necha tarafınız bizni o'zingizga jalb qilyapti. Davomli sizningki yaxshi asarlaringizni maydonda ko'rsak, oxirida hamda biz Mingla doktorxonasi asli siz 52 yosh, shunday yosh shash turibsiz. Sizni chaqamsak bo'ldi, lekin siz azroq qon sog'gan, salomat, azroq mas'ul chiqqan bizga a'zo bo'lgan yerlaringiz bor ekan. Shunga sizni Mingla doktorxonasi salomatligingiz uchun siz uchun mulozamat. Rahmat. Bugungi suhbatda shu yuksak akamizningki shu suyaydi kentiga berib shu yerga dehqonlar uchun nihoyatda isl ishlarni qilib kelgan madaniyat orqali beyishiga texim ilg'or ideyalarga ega bo'lishiga sabab bo'lganligini suyunib shu chog'da men mana shu naq maydon dars so'zlab qolgan chog'da
şu tövendeki dehqon charjlarning ne kadar mehmondo'st, ne kadar isil ishkanligini, gerçi bekchiq o'qish, bekchiq bilimlarni egallash shunda imkoniyati sharoiti burun bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo ularningki qalbi shunchalik bir daryo ishkanligini his qilib olgan bo'ldi ekan-chi. To'g'ri. Bek biladi ekan bular qilgani. To'g'ri. Sizningki shu bayatdan 1 yil ortiq turib deganingizlar, yani aşlarning qanchalik isil ishkanligini sizning qilganingizni aşlar bilgachga sizning ketdingiz ekanmanda. Bizning Gluzninki şirketimiz ishlab bazasagan isil mahsulotlardan ishqinlarga memnun. Bir yurishdan so'q qilay. Rahmat. Rahmat. Rumpi sanatçılarning sanat ilqi shu sahnadagi obrazini ko'rgan bo'lsak, mush program orqali sizlarning ichki dunyolaringlarning mushdan natija qozonganlarningki sababini o'rtoqlashdik. Yaxshi energiyalik program bo'ldi. Sizga rahmat. Bizning sanam shirkatining hamda huzur mahsulotlardan chiqinglarga bir yurishdan sovg'at qilib olgan bo'lsam, mayizlar. Rahmat. Rahmat. Yüksekka Yasinjaka qanday yaxshimi? Men burun televizor ekranidan sizning shu BBC Sanemjon degan naqshingiz bilan to'nigan sho'x bir naqshchi degan inkasbat deganlar bugungi suhbat orqali sizningki shunday aktyor, itot kinolarga chiqqanlaringizni texnik cho'nqur tushungan bo'lsam, 3 yil xizmatida shunday yaxshi ishlaganingizning natijasida sizning texnik aqko'ngil intayin astoydil bir artist ekanligingizni hem mush natijalaringizning to'hpisining natijasi ko'rilib, xalq vakillariga vakolatan Beijingga berib, ya'ni shu xalqningki manfaati uchun taklif fikr berganlaringiz menga intayin ta'sir qildi. Xinjiang Luqman Hekim biopentexnik shirkatimiz bazarga solgan Luqman Hekim aqsil talqanlari immun kuchini yuqori ko'targan aqsillardan har ishkilarga sovg'a qilsam qabul qiling. Rahmat. Rahmat. Amma yaşoqlarım sizning chaqlaringizni shunday uzun qo'yib, muhabbatlik shunday aytgan naqshlaringizni yoqtirib anglaytdim. Bundan keyingi hayotingiz texmi bir sog'lom, texmi shunday bir xushallik bilan o'tishini chin qalbimdan tilayman. Mush munosabatda sizga Xinjiang Madar shirkatimizninki ishlab chiqargan tug'usti aqsil talqandan har biringlarga so'q qilib olgan bo'lsam, qabul qilgan bo'lsam. Rahmat.